Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Mana biza 6 kishi bu yil 4-yili Xudo xolasa shu koinot kavsariga kelib dam olamiz. Shu yerda muolajalarni olib, dam olib ketamiz. Bu yerda bizga yoqqan tomoni sovuq kunlarda hamma oladigan muolajalarimiz ichida issiqqina etajma-etaj yuriladi. Ko'chalarga, sovuqlarga chiqilmaydi. Xonama-xona yurib, hamma licheynalarni olib, keyin xonalarimizga borib dam olamiz. Xonalarimiz issiq, hamma sharoitlar yaratilgan. Oshxonalarida ham ovqatlari yaxshi. Hamma betdagi ishlovchi xodimlar juda ham muomalali, muomalalari juda chiroyli. Insonlar bilan, shu yerga kelgan dam oluvchilar bilan juda ham yaxshi muomalada bo'lishadi. Keyin vrachlari bor, o'zligi ko'rib, analizlar topshirib, o'zligi tashxislar qo'yib, dorilar, licheynalar yozishadi. Shu yerda yotib, kapelnitsa ukollarni ham qilib qo'yishadi. Rahmat shu yerda ishlovchilariga, qilinayotgan muomalalarga, muolajalar uchun kattakon rahmat deymiz. Men asosan shu qo'l oyoq og'rishi, bo'g'imda og'rishi kasal bilan kelganman. 4 yildan shu yerga kelamiz. Shu servodorod uchun kelamiz. Keyin bu yerda olinadigan fizlicheynalar uchun mana hozir misol uchun men sandal licheynasini olyapman. Shu bo'g'imlarga, oyoq og'riqlarga juda ham katta foydasi bor. Shuning uchun shu yerga kelib biz muolaja olamiz. Kelinglar, hammanglarga tavsiya qilaman. Narxlari ham juda ham ma'qul hammaga, hamyonbop. Shunga kelib shu yerda licheynalar olib, dam olib, bemalol sog'lom bo'lib ketinglar.